Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Biz mana ancha vaqt bo'lib ketdi. Rostdan ham igrovoylar chiqarmay qo'ydik. Igrovoylar rosa ko'p bizda. Biz hozir qisman ko'rsatamiz. Agar kimlarga vaqt yetmaydigan bo'lsa, Telegramga qolib murojaat qilsa yoki tepasida tepaqal javob beramiz. Manzilimiz Toshkent shahar, Malik Uzar Avuz 9 do'kon. Butun o'zim bilan yetkazish xizmatim bor. Undan tashqari bo'lib berish, nasihat xizmatlarim bor. Uni batafsil gaplashamiz. Demak, ketdik. Boshlaymiz. Bunimiz SS Fit. SS Fit bu Amerikan model, yangi modelimiz. SS Fit Core i7 12700 HP prosessor. Ekran OLED, ekran 140 OLED ekran, video karta RTX 4050 video karta, Core i16 ga 1 TB SSD. Mana Pashti yangi holat turibdi. Switch narxi $650. $650 sababi ichi juda kuchli. Ekrani OLED bo'lgani uchun shunaqa. Kimgadir misol uchun aytadiki, vazni kichkina bo'lsin deydi, ekran OLED bo'lsin deydi. Hammani tabi haqilcha, o'shaning uchun ham hammasini olib kelganmiz. Asus ROG 6 ning ukasi yoki jiyani amakivachasi desam bo'ladi. Asus Zersburg Ryzen 7 7000 seriya 16 GB apparatgasi bor, 1 TB SSD xotirasi bor. Video karta RTX 3060 yoki 3070 bo'lishi mumkin, aniq eslamay qoldim. Lekin hozir yaxshi, ishlashi zo'r. 5 bahodan 5 baho. Bun narxi 550 deyapmiz, yana tushib beramiz. Misol uchun kelishamiz yana. ROG 6 Ryzen 7 6000 seriya, ya'ni bu ham DDR5 16 GB apparatgasi bor, 1.5 TB SSD bor. O'zi reklamasi shunaqa 1 TB 1.5 TB qilingan. Ekrangiz bo'sh qidirgansiz, changlar aytavermaysiz, kirlar aytavermaysiz. Hozir 5 bahodan 5 baho. Hozir yaxshi. Video karta RTX 3060 narxi necha pul ekan? Narxini bo'pti. Narxini 530 beramiz klientlarga. Bundan narx yo'q ekan. Ideal holatdaysiz. Asus TUF Core i5 11-avlod 16 apparatgasi bor, DDR4 va 512 GB SSD xotirasi bor. Ekrani 144 ekran, IPS ekran, tagi podсветка RGB ekran yonadi. Eng muhimi video karta RTX 3050. Bunun narxi $420 beramiz. HP Pavilion Ryzen 5 5000 seriya. Bu ham 16 apparatgasi bor va 512 GB SSD xotirasi ham bor. Holat yaxshi. 5 bahodan 5 baho, ideal holatda. Chaqasi tirnalgan joylar yo'q. Narxi $330 beramiz. Yana ham kelishamiz. HP Victus Core i5 11-avlod apparatgasi 40 GB apparatgasi bor. 512 GB SSD xotirasi bor. Holat yaxshi. RTX 3050 video karta, ekran 140 Hz. Buning narxi $470 beramiz. Keyingisi bu Asus ROG 6 ning Zersburg naqasi Ryzen 7 4000 seriya. Bu juda yangi model emas, 4000 seriya, lekin yaxshi holatda 16 apparatgasi bor. 1 TB yoki 512 GB SSD xotirasi bor. Narxi $400. Yana ham kelishamiz. Keyingimiz MSI hamma bilsa kerak, bu MSI'da yangi chiqqan modeli. Hali orqasida plombasi turibdi ekan, plombasi turibdi. Yangi holatda, lekin bu deb beramiz biz buni. 5 bahodan 10 baho ekan. Ryzen 5 7000 seriya, 16 apparatgasi bor, DDR5 va 512 GB SSD xotirasi ham bor. Dakim kalkulasi hammasi bor, yangi holatda hali bu. Narxi $420 beramiz. Yangi turibdi hali, masla. Keyingisi Asus TUF Ryzen 7 7000 seriya. Chiroyli ekan menimcha bu. 16 apparatgasi bor, 512 SSD bor. Bunda eng muhimi video kartasi 4050 video karta. Video karta 4050 bo'lgani uchun narxi qimmatroq. Bu narxi 586 taraf chiqadi bunda. Ryzen 7 7000 seriya, 16 apparatgasi bor, DDR5 512 SSD bor va video karta 4050. Keyingisi bunisi HP Victus Ryzen 5 Core i5 12-avlod 12-avlod apparatgasi 16 va 512 SSD. Narxi $400 deyapmiz, yana kelishib beramiz. Va video karta RTX 1650. Keyingisi Acer Nitro Ryzen 7 6000 seriya. 6000 seriya bu JS model emas, hozirgi yangi model. Bunga analog sifatida Core i7 12-avlod, 13-avlodda pastda analog bo'ladi. Ekranga esa 165 Hz, tagi RGB xotira. Bu ham shunaqa 16 GB DDR5 va 512 GB SSD xotirasi bor. Video karta RTX 3060, narxi $550 deyapmiz. Yana kelishamiz. O'zi aqchasi uncha tep aytganim yo'q. Bitta anaqasi birinchi aytganim qimmat chiqdi, sababi u kuchliroq chiqqan uchun. Bunisi MSI Core i5 12-avlod. Holat yaxshi. 5 bahodan 5 baho desam bo'laveradi.
ETX VDKT ETX 3050 16.5 aplikasi bor, narxi 400 dollar. Shunaqa arzon chiqadi. Keyingisi SN Nitro. SN Nitro Ryzen SN Nitro Core i7 12-avlod. Aplikasi DDR5 64 aplikasi bor. DDR5 64 aplikasi bor va 512 byte SSD xotirasi bor. Xo'p, yaxshi. Ekran gersi 165 Hz, narxi 720 dollar. Zo'r narx.